Qur'on insoniyat uchun Allohning eng buyuk mo'jizasi. Rod Muhammad al-Kurdiyning hayot hikoyasi. Kirkuk shahri, 1997-yil. واعتقد هذه الموجة هي الرب سبحان الله اللي يخلق. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Iltimos, menga Shayx Abdulbositning ovozi yozilgan kasetani bera olasizmi? Albatta. Rahmat. Rod. Menga bir stakan suv olib kel. Men senga maxsus sovg'a olib keldim. Bu mashhur Qur'on qorisi Abdulbosit. Mana ota. Rahmat o'g'lim. Senga bir sovg'am bor. Bu mashhur Qur'on qorisi Abdulbosit. Ishonchim komil. Bu senga juda yoqadi. Uning ovozi haqiqatdan ham betakror. O'g'lim, shunchaki tinglab ko'r. Ishonchim komil. Bu senga yoqadi. Rahmat dada. Ota, ha o'g'lim. Abdulbositning ovozi juda chiroyli. Men uni tushlarimda ko'raman. Qiziq, u qanday ko'rinishga ega? Do'konda uning surati bor. Men uning yuzini ko'rmoqchiman. Ha o'g'lim. Men uni ko'rganman. Siz uni ko'rdingiz, shundaymi? Ha o'g'lim. Borib ko'rishing mumkin. Men ham borib ko'rsam bo'ladimi? Ha o'g'lim. Borib ko'rishing mumkin. Xush kelibsan. Salom janob. Nimanidir izlayotganga o'xshaysan. Otam menga Abdulbositning kasetasini olib berdi. Men uni juda ham ko'rishni xohlayman. Har kecha tushlarimda uni ko'raman. Bu rasmlar orasida uning rasmi bormi? Abdulbosit. Ha, bu Abdulbosit.
Bu uning rasmi. Rahmat, xush kelibsan. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. Ajoyib, Rod. Sen juda qisqa vaqt ichida muvaffaqiyatga erishding. Agar mashq qilishni davom ettirsang, yanada muvaffaqiyatli bo'lasan. Albatta, ota. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Allohning nomiyle Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovat va salom bo'lsin. Men Rod ibn Muhammad ibn Abdurrahmon ibn Solih Kurdi. Men Kirkuk shahrida tug'ilib, shu yerda ulg'ayganman. Boshlang'ich va o'rta maktabni shu yerda tugatdim. Keyin esa imom va xatiblar institutida tahsil oldim. Siz ko'rgan qisqa sahna mening bolaligim haqidagi hikoyamni aks ettiradi. Men qanday boshlaganim, Shayx Abdulbosit rahmatulloh alayhning ovozini qanday eshitganim, bu meni qanday ilhomlantirgani va Misr qiroati uslubiga qanday mehr qo'yganim haqida. Bu lavha o'sha davrda boshimdan kechirganlarimni va his-tuyg'ularimni yetkazish uchun tayyorlangan. Men bolaligimdan Qur'onni sevganman va qiroatga qiziqganman. Ko'pincha uyda, yig'inlarda va maktabda Qur'on o'qirdim. في المجالس وأيضا في المدرسة يعني. Hali ham esimda, 1999-2000 yillarda boshlang'ich maktabda o'qib yurganimda har payshanba kuni o'quvchilar va o'qituvchilar oldiga chiqib qiroat qilardim. الطلاب والمعلمين كنت أقرأ. Shayx Abdulbositni taqlid qilar edim va Qur'on musobaqalarida qatnashardim. شاركت في كثير من المسابقات القرآنية. Shu yilda davom etdim va 2007-yilda mahallamizdagi bir masjidga imomlik qilishga tayinlandim. مساجد المنطقة كنت أعيش فيها. Birinchi imom sifatidagi namozim aynan Ramazon oyining oxirgi 10 kunligida edi. في عشر الأواخر. O'shanda atigi 16 yosh edim va bu men uchun yangi tajriba edi. دخلت تجربة جديدة اللي هي الإمامة. Birinchi marta jamoaga imom bo'lib namoz o'qishim kerak bo'lganda أقدر أقول أيضا menga masjidda oldinga o'tib namozni boshqarishimni aytishganida عليك جديدة هذه. shunchalik hayajonlanganmanki, hattoki qo'rquvdan titraganimni eslayman. قالوا لي روح صل فينا يعني Masjidning ichida minbar va mehrob orasidagi masofa bor yo'g'i 10-15 metr edi. Ammo hayajonim tufayli menga bu yo'l nihoyatda uzun bo'lib tuyulgandi. بين المحراب كان مسافة قصيرة جدا يعني قرابة 10 أمتار 15 متر. Biroq Allohning mo'jizasi bilan mehrobga yetib kelib takbir aytganimda barcha hayajonim darhol tarqaldi. سبحان الله. مباشرة راح الخوف. Birinchi rakatda Fotiha surasini, قرأت سورة الفاتحة. keyin esa Rod surasini o'qidim. الرعد بعد الفاتحة. Mana shu birinchi imomlik namozim bo'lgan edi. Allohim bu amalimni qabul qilsin
va shu orqali meni dunyo va oxiratda yuksaltirsin. أشهر قليلة Shundan bir necha oy o'tib, Kirkukdagi Imom Shofiy masjidiga ko'chib o'tdim. Bu Shayx Ramazon Shakur rahmatullohi alayhning taklifi bilan bo'ldi. رمضان شكور الله يغفر له ويرحمه. U kishi 2013-yilda vafot etganlar. Alloh u kishini shahidlar qatoriga qo'shsin. 19 نسأل الله أن يتقبله من الشهداء. Shayx Ramazon Shakur bilan bir masjidda xizmat qilganmiz. مسجد الشافعي Men shom namozini o'qisam, u kishi xufton namozini o'qir edilar. وكان يصلي العشاء. U kishining ovozi nihoyatda go'zal edi. Agar YouTube'da izlasangiz, Shayx Ramazon Shakur Kurdi deb qidirsangiz, qiroatlarini eshitishingiz mumkin. الكردي وتسمعون له. Hozirgi kunda Allohning fazli bilan bir emas, bir nechta masjidda imomlik qilmoqdaman. تقريبا إمام في مسجدين أو 3 مساجد. Kirkukdagi Imom Shofiy masjidi, Sulaymoniyadagi Jannat masjidi, shuningdek Shayx Doktor Abdulatif Ahmad masjidida xizmat qilyapman. الشيخ الدكتور عبد اللطيف أحمد الله يحفظه ويطول له بعمره على خير. Ba'zan esa Dubaydagi Ahmad al-Habay masjidida ham imomlik qilaman. كغيري من القرآن Men ham ko'pchilik zamonaviy qorilar singari Misr qiroat maktabidan ta'sirlanganman. إن صح التعبير. Xususan Shayx Abdul Bosit, Shayx Muhammad Siddiq al-Minshaviy, Shayx Husari, Shayx Mustafa Ismoil va Mahmud Ali al-Banna kabi buyuk qorilarning uslubidan o'rganganman. وغيرهم من كبار القراء. فهؤلاء رحمهم Tajvid qoidalarini mukammal bilgan va ovoz nazoratida mohir har qanday qori متقنا bu ulug' ustozlardan biridan ta'sirlangan bo'ladi. ومتمكنا في الأداء الصوتي إلا وقد تأثر بأحد من هؤلاء المشايخ رحمهم الله. Ularning qiroati biz uchun tajvid va qiroat uslubining asosiy manbasi hisoblanadi. وأداؤهم وأصواتهم كمرجع في تعلم الأداء الصوتي أو النغمي. Men ham eng avval Shayx Abdul Bosit uslubidan o'rganib, keyin Shayx Minshaviy va boshqa qorilarni taqlid qildim. شاوي وغيرهم من كبار القراء. ولا زلت Hali ham qiroatda ularning uslublariga amal qilaman. قلت Masalan, Shayx Minshaviyning tartil uslubini o'zimga moslab o'qisam, shunchaki kichik bir o'zgarish bilan Shayx Abdul Bositning uslubiga o'tib ketishim mumkin. إلى قراءة الشيخ عبد الباسط. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. فهذه القراءة كانت Bu qiroat uslubida men Shayx Minshaviyni taqlid qilganman. منشاوي. في تغيير بسيط يتحول Ammo kichik bir o'zgarish bilan bu qiroat Shayx Abdul Bosit uslubiga o'tib ketishi mumkin. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم
وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب أما بالنسبة Zamonaviy qorilar haqida gapiradigan bo'lsam, men har qanday chiroyli, ta'sirli va qo'sh ohang qiroatni tinglashni yoqtiraman. Lekin doimiy ravishda faqat bitta qorining qiroatini tinglayman deb ayta olmayman. Ko'proq turli qorilarning ayrim suralarni qanday go'zal va ta'sirli tarzda o'qiganlarini tinglashni yoqtiraman. ما عندي قارئ أستمر عليه في الاستماع بل عندي التلاوات المختارة لهم Ya'ni men tanlab olingan qiroatlarni va qisqa audio lavhalarni tinglayman. فيهم خير وبركة Alloh ularni baraka bilan siylasin va barchamizdan qabul qilsin. منا ومنهم يا رب أما Maqomlarga kelsak, men ularni maxsus o'rganganman. لأن Chunki Qur'on qiroatida asosiy omil deb hisoblayman. قراءة القرآن ونقدر نقول Maqomlar qori yoki boshlovchi uchun qiroatni yanada chiroyli qilishga yordam beradigan ikkinchi darajali vosita deb hisoblayman. تحسين أدائه في قراءة القرآن Ko'plab buyuk qorilar ham maqomlarning nomini ham bilmagan yoki ularni alohida dars sifatida o'rganmagan. ما درسوها كدرس ومثلا Masalan, Shayx Muhammad Siddiq al-Minshoviy maqomlarni o'rganmagan, balki ularni eshitish orqali o'zlashtirgan. سماعا Xuddi shuningdek, Shayx Abdul Bosit ham barcha maqomlarda o'qimagan. ومع هذا يعني تجد قراءتهم Ammo shunga qaramay ularning qiroatlari butun islom olamida tarqalib qabul qilingan. قراءتهم مقبولة عند الناس Men ham maqomlarni faqat umumiy tushuncha darajasida bilaman va bu bilim asosan tinglash orqali shakllangan. Masalan, uyda mashq qilayotganda Fotiha surasini barcha maqomlarda o'qib chiqishim mumkin, inshaalloh. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
المغضوب عليهم ولا الضالين. Masalan, agar naxovat maqomida o'qisak, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. bu naxovat maqomi bo'ladi. Endi esa Sega. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. yoki Sabo maqomida o'qiymiz. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hozir Kurt maqomi bilan o'qib ko'ramiz. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والآن نقرأ مقام Keyin esa Hijoz maqomi. الحجاز. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bu Hijoz uslubi.
Endi esa rost maqomida o'qiymiz. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Va nihoyat ajam maqomi bilan o'qib ko'ramiz. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأكثر قراءاتي أغلبها Men odatda 3 ta maqomda qiroat qilaman. تقريبا أقدر أقول مقامين أو 3 مقامات. Birinchi navbatda bayot, البيات keyin kurt va so'ng sika maqomida. ثم السير. Bilamizki, inson uchun eng katta ne'matlardan biri chiroyli ovoz. كانوا صوتا Chiroyli ovoz bilan Qur'on tilovat qilish. ويحمد Bu ne'mat uchun Allohga shukr qilish, uni qadrlash va undan to'g'ri foydalanish lozim. ولا شك Allohdan bu ne'matni bizdan baraka bilan qabul qilishini so'rash kerak. هو هبة من الله يهبها Hech shubhasiz, go'zal ovoz Allohning hadyasidir. أية قدرة في اكتسابها. Inson uni o'zi hosil qila olmaydi. Bu faqat Alloh istagan bandalariga beriladi. تحسين الصوت إلى 3 أقسام. Umuman olganda, insonlarning qiroat qobiliyatini 3 guruhga ajratish mumkin. صوتا جميلا Birinchi guruh Alloh tomonidan go'zal ovoz bilan siylangan qorilar. أصوات جميلة. Ularning ovozi tiniq va xushi ovoz. أداء الصوت Shu bilan birga tajvid va ohangda mukammal ijro qilishadi. ويعطون Bu qiroatdagi eng yuqori daraja hisoblanadi. النغم. فهذا القسم أو هذه المرتبة أعلى مرتبة في الأداء الصوتي. والقسم Ikkinchi guruh bu qorilar go'zal ovozga ega, الثاني يعني فيه lekin qiroat ohangida yoki tajvid qoidalarida xatolarga yo'l qo'yishadi. يخطئون في الأداء أو ما يحسنون Ba'zida maqomlarni noto'g'ri ishlatishadi أو yoki qiroat ohangini saqlashda qiyinchilik bo'ladi. طيب إيش الحل؟ الحل أنهم يستمعون لكبار القراء المتقنين أدائيا Bunday qorilar uchun yechim katta ustozlarning qiroatini tinglash, أدائيا مثلا ulardan harflarni to'g'ri talaffuz qilish, cho'ziq o'qish, mat va maqomlarni qo'llash usullarini o'rganishdir. كي يتعلم منهم الأداء الصوتي أو النغمي. Uchinchi guruh bu insonlarning ovozi chiroyli emas, lekin ularning eshitish qobiliyati kuchli bo'lib, ohangdagi xatolarni ajrata olishadi. الأذن عندهم سليمة ويقدرون يميزون الخطأ عن الصواب والنشاز Agar qori qiroatda ohangi xatoga yo'l qo'ysa, ular buni tezda payqashadi. يستمعون لقارئ وهذا القارئ قد يخطئ خطأ نغميا أو أدائيا Biroq ular ovozini chiroyli qilish imkoniga ega emas. لأن أذن كما ذكرنا يعني سابقا لأن أذن عندهم سليمة يقدرون يميزون
أن هذا أخطأ Chunki go'zal ovoz faqat Alloh tomonidan beriladigan ne'mat. يحسنوا أصواتهم لأن الهبة الإلهية ما موجودة فيهم اللي هي جمال الصوت. Qori boshqa qori uslubini taqlid qilishi mumkinmi? القراء ففيه Bu masalada tafsilot bor. إذا كان Agar qori yangi boshlovchi bo'lsa, لابد أن u albatta kimnidir taqlid qilish bosqichidan o'tishi kerak. هي مرحلة التقليد. فأنا لا أعرف Men hali birorta ham katta qorini bilmaymanki, bu bosqichni o'tmagan bo'lsa. بالمرحلة هذه لابد أنك تمر بمرحلة التقليد وحتى إذا مثلا استمرت مثلا سنة أو سنتين أو 3 سنوات أو يمكن أكثر Yangi boshlovchi kamida 1-3 yil davomida mashhur qorilarni tinglab تحسن va taqlid qilib o'rganishi kerak. القراء ويتعلم منهم طريقة القراءة والأداء وهذا التقليد يعني ما مذموم Bu qiyin emas, في البداية يعني balki aksincha, qiroatni o'rganishning eng yaxshi usuli. كبيرا لكي تتعلم طريقة القراءة لكي Ammo taqlid bosqichidan o'tgach, qori o'ziga xos uslub yaratishi kerak. ما بعد التقليد مثلا أنك استمريت في التقليد مثلا خلينا نقول 3 Haqiqiy mohir va ajralib turuvchi qori bo'lish uchun o'z uslubiga ega bo'lishi shart. مستقلة لكي تكون قارئا متميزا يجب أن تكون لك طريقة مستقلة ما تقلد غيرك من القراء والطريقة ما Bu qanday hosil bo'ladi? من الأسباب اللي Ko'plab qorilarni tinglab, ularning eng yaxshi jihatlarini o'zlashtirish orqali. الطريقة المستقلة لك هي أن يعني تستمع لعدة قراء تستمع لعدة Masalan, Shayx Abdul Bosit qanday qilib Hijoz maqomida o'qishini eshitish, so'ng Shayx Muhammad Siddiq al-Minshaviyning boshqa maqomdagi qiroatini tinglash. أستمع له وأستمع للشيخ محمد صديق المنشاوي مقام ثاني غير Keyin esa Shayx Mustafa Ismoil uslubini o'rganish. مثلا للشيخ مصطفى إسماعيل مقام ثالث يعني وهكذا وأجي أجمع Shunday qilib, turli qorilar uslubini tinglab, o'z qiroatingizga mos keladigan elementlarni jamlash orqali o'z uslubingizni shakllantirish mumkin. مستقلة وهكذا Demak, taqlid qilish zararli emas, aksincha muhim bosqich. تمر Lekin faqat taqlid bilan qolib ketish ham mumkin emas. لكن ما بعد التقليد يجب أن تسعى لكي تكون Yaxshi qori oxir oqibat o'ziga xos ovoz va uslub yaratishi lozim. ماهرا ومتميزا بعد توفيق الله. من أهم الأشياء Haqiqiy mohir qori bo'lish uchun eng muhim jihatlardan biri Allohga ixlos bilan tilovat qilish. Qiroatingiz faqat Allohning roziligi uchun bo'lishi kerak. الإخلاص وأن تنوي بقراءتك هذه وجه الله ورضا الله Shaytonning vasvasalaridan uzoq bo'lish uchun Allohdan yordam so'rash lozim. الشيطان وأن يحفظك بل يجب على القارئ وعلى الإنسان أن يخلص لله ويرجو رحمته Shunda sizning qiroatingiz muvaffaqiyatli va Allohning huzurida maqbul bo'ladi. كنت موفقا وصارت قراءتك قراءة موفقة ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى Yana bir muhim omil Qur'on yod olish va doimiy ravishda takrorlash. تحدد وقتا للحفظ والمراجعة. ثالثا Qori o'z ustozidan talaffuz va tajvid bo'yicha saboq olib, ijoza va san'at olish uchun ustozga qatnashish kerak. بعد ما أنك أكملت الحفظ وأكملت أحكام التلاوة والتجويد فلا بد أن تقرأ على شيخ الختمة الكاملة وتأخذ منه السند. Chiroyli ovoz ham muhim omillardan biri. Biroq bu bilan birga ishonch va tajriba ham zarur. اللي يحتاج
Haqiqiy qori bo'lish faqat chiroyli ovoz yoki tajvidni mukammal bilish bilangina emas, balki Alloh uchun ixlos bilan tilovat qilish bilan ham bog'liqdir. Shuning uchun har bir qori Allohdan ixlos va baraka so'rashi, o'z qiroatini yanada go'zallashtirish uchun katta qorilarning uslublarini tinglashi va nihoyat o'ziga xos betakror qiroat uslubini shakllantirishga harakat qilish kerak. Qiroat bu oddiy san'at emas, balki Qur'onni qalb bilan o'qish va Allohga yaqinlashishning eng ulug' yo'li. Bu yo'lda yurayotgan har bir inson doimiy ravishda o'z ustida ishlashi, ilm olishni davom ettirishi va Qur'onni mukammal o'qishga intilishi kerak. Alloh taolo bizdan va sizdan bu sa'y-harakatlarni qabul qilsin. Bizni Qur'onni to'g'ri tushunadigan, unga amal qiladigan va uni chiroyli o'qiydigan bandalardan qilsin. Amin. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم